bugungi bemorimiz 1 yil oldin eshitishlari bitta tomoni zararlanib, pasayib qolgani hisobiga muloqotda sal qiynalish boshlaganlar uchun eshitish apparati taqib ko'rgani keldilar. Biz ularga audio-limitometral apparatlarni beramiz. Ular taqib ko'rib, qanchalik foyda beryapti, bermayapti tekshirib ko'riladi. Chunki bemorimizda o'ng tomonlari norma holatda, eshitish chap tomonlarida eshitish pasayish bor. Bunaqa holatlarda eshitish apparati tushishi 50 ga 50 taqib ko'rib, siqib ko'rib keyin aytadilar. Bu apparatimiz ixchamgina bo'ladi. Plus tomoni manga qaraydi. Tepadan qo'yiladi, yondan emas. Bu hali yopilmadi, to'g'risi hali ishlamadi. Yopgandan keyin 3-4 sekunddan keyin ishlashni boshlaydi. Endi sizga taqamiz. Taqilayotganda ochga xalaqit qilmaydi. Mana birinchi quloq orqasiga, keyin quloqning ichiga qo'yiladi. Длинасы har xil bo'ladi. To'g'risi bularda hozir ikkinchi uzunligi, quloq yanada kichikroq bo'lsa 1-0 razmerlari bor, yoki kattaroq bo'lsa 3-razmer bo'ladi. Bu hozir 90 bo'lib turibdi, to'g'risi samый so'nggi versiyasi. Endi mana audiometriya qilamiz. Signal eshitilsa bor yo'q deb aytib turasiz. Bas eshitilsa hisoblanadi. Chap quloq eshityaptimi o'zi? Farqi bormi yo'qmi? O'chdi. Tinchida ancha komfort bo'ldi. Chunki miya o'rganib qolganda ortiqcha shovqin eshitmay yurganini hisobiga birdaniga eshitganda shovqin yoqmaydi. Audio-Limitometral Premium klass qo'yganmiz. Bularda o'sha avtomatizatsiyasi bor, 9 ta programma. Sizda hozir bitta programma временный отключкада turibdi, sababi bitta apparat bo'lgani hisobiga. Bunda programma sinxronizatsiya qiladi, to есть ikkinchi apparatdan soответственно o'sha yanada ko'proq eshitish bo'ladi. Hozirgi holatda ham yaxshi. O'sha aks sadoda, shovqinda, mashina haydayotganingizda har bitta situatsiyada apparat o'zgaradi. Atrofdagi shovqinlarni pasaytirib, gaplashayotgan odamingiz bilan направленный mikrofon bo'lib, ovozini balandroq qilib beradi. Whistle block, echo block, noisy block, sound relax degan funksiyalari bor. O'sha hammasi avtomatizatsiya tarzida o'zgaradi. Biz hozir qo'ydik 85% ga, bu усиление, то есть hali to'liq 100% emas настройка, bu boshidagi standartniy настройка hisoblanadi. Vaqtinchalik sekin-sekin o'rganib, keyinchalik 100% ga chiqariladi. Mana audiometriya qilganda mana bu ko'rsatilgan, audiometriya bo'yicha ikkinchi darajaga yetmagan, birinchi daraja, ikkinchi daraja 42 desibeldan yuqori hisoblanadi. Bu hali 30-40 desibel atrofida chiqyapti. Bluetooth funksiyasi bor apparatda, to есть faqat suxo apparatimiz ham naushnik sifatida ishlatib, telefonda gaplashib yursa bo'ladi.